Bu ma'no emasdiki men mujrimdan difo qilayotgan bo'lsam, bu ma'no emasdi motorda haddan izofa akselator bosib oqibati millatni cho'tlamayotgan drevallardan difo qilayotgan bo'lsam, bu ma'no emasdiki vor gazillatib millatda hammani ozor aziyat berib ko'chalarga mayda javonlariki bor motosikl haydaydi ulardan difo qilayotgan bo'lsam, hadafim budiki voqea ilohiy ustingizga tushgan pillangizga o'zingizni yig'ib oling. Bir defa mutavajjih bo'ling. Allohi mutaol shu qaziyani ustimga keltiribdi. Hatman shu o'yni ustiga taqdiri ilohiy shu ekanki, shu ro'zga, shu soatga mana shu voqea ilohiy meni o'yimga ruh berishi. Mardaki bechora g'aribdi, Masir Javzjon mazoriga mo'tarvollik, direvollik qiladi. 7 tam 8 tam nonovar xonavadasi bor. Masir yo'lga Shoroy nambar 1 ustiga mardakni o'g'lini uribdi. O'zi ham bozi va boyskili bilan o'ynagani chiqqan. Minglar taraf oldiga yig'lang. Baliyozi Xudo qazo va taqdiri ilohiy ekan tifilganani dunyodan ketishligiga. Yo sohib, to mahkamaga yetmasam, to diyatni shunidan olmasam deydi. 20 lak afg'oni yo kam ziyodiki qazovatlarga tayin bo'lganda bir diyatga bu fardi g'aribi bechora qayerdan bersin? Shu uchun ko'pdan ko'p bizlar ta'kid qilamizki, eng asosiy bir mo'minning iymon keltirgan narsasi nima bo'lsin? Qazo va qadar bo'lsin.